Salom, hurmatli tomoshabinlar va qadrli obunachilar. Bugun men siz bilan shunchaki bir video bilan emas, balki haqiqatan ham sroshnoye so'bshcheniye, ya'ni shoshilinch xabar bilan murojaat qilyapman. Bu sizning shaxsiy moliyaviy barqarorligingiz, nafaqangiz va farovonligingizga bevosita ta'sir qilishi mumkin bo'lgan juda muhim ma'lumotdir. Agar siz nafaqaxo'r bo'lsangiz, yaqinlaringiz orasida nafaqaxo'rlar bo'lsa, yoki hatto kelajakda nafaqaga chiqishni rejalashtirayotgan bo'lsangiz ham, bu videoni bir soniya ham o'tkazib yubormasdan oxirigacha diqqat bilan tomosha qilishingiz shart. Har bir so'z, har bir tavsiya siz uchun oltin kabi qimmatli bo'lishi mumkin. Chunki hozir gapiradigan narsalarim har biringizga taalluqli bo'lib, nafaqangizni olishda hech qanday muammoga duch kelmasligingizni ta'minlaydi. Shuning uchun iltimos, hoziroq shu videoga like bosing va kanalimizga obuna bo'ling, toki bunday muhim ma'lumotlarni hech qachon o'tkazib yubormaysiz. Hozirgi kunda nafaqaxo'rlarimiz orasida katta tushunmovchiliklarga sabab bo'layotgan bir masalani chuqur tahlil qilib, unga aniq va amaliy javoblar beramiz. Keling, barchamizni tashvishga solayotgan ushbu vaziyatni birgalikda o'rganib chiqamiz. Muammoning mohiyati oldin qanday edi va hozir nima o'zgardi? O'zbekistonimizda nafaqa tizimi har doim aholimizning eng zaif qatlamini, ya'ni keksa yoshdagi fuqarolarimizni ijtimoiy himoya qilishning muhim ustuni bo'lib kelgan. Ilgari ko'pchilik yillar davomida an'anaviy usullarda nafaqa olib keldi. Bu jarayon odatda quyidagicha kechar edi. Fuqarolar pensiya jamg'armasi yoki Xalq banki filiallariga shaxsan borib, o'z pasportlari va nafaqa hujjatlari asosida nafaqalarini naqd pul ko'rinishida olishardi. Ba'zilar uchun pochta xizmati orqali uyga olib kelish tizimi ham mavjud edi. Bu ayniqsa uzoq qishloq joylarda yashovchilar yoki sog'lig'i tufayli harakatlanish qiyin bo'lganlar uchun juda qulay edi. Bu tizim o'zining soddaligiga tanishligi bilan ko'pchilikka ma'qul edi. Siz har oyning ma'lum bir kunda bankka borib navbat kutardingiz yoki pochtachi eshigingizni taqillatardi va siz nafaqangizni olardingiz. Hammasi oddiy va tushunarli edi, to'g'rimi? Ko'pchilik buni yillar davomida shunday qabul qilib kelgan. Ammo hurmatli do'stlar, bugungi tezkor raqamli dunyoda davlatimiz ham barcha sohalarda, shu jumladan ijtimoiy himoya tizimida ham modernizatsiya va shaffoflikni oshirish yo'lidan bormoqda. Oldinroq e'lon qilingan va endilikda majburiy tus olayotgan yangi tizim haqida ko'pchilik eshitgan bo'lishi mumkin. Ammo bu borada hali hamon tushunmovchiliklar va ba'zi xavotirlar mavjud. Gap shundaki, endilikda nafaqa to'lovlarini avtomatlashtirish, shaffoflikni oshirish va eng muhimi, nafaqa oluvchilar haqidagi ma'lumotlarni doimiy ravishda yangilab borish maqsadida. Barcha nafaqaxo'rlar uchun ma'lum bir turdagi shaxsiy ma'lumotlarni qayta tasdiqlash yoki yangilash majburiyat joriy etilmoqda. Bu ayniqsa bank kartasiga o'tmagan, hanuzgacha naqd pul oluvchi yoki ma'lumotlari eski bo'lgan nafaqaxo'rlarimizga taalluqli. Asosiy muammo shundaki, agar siz bu yangi talablarga rioya qilmasangiz, ya'ni o'z ma'lumotlaringizni belgilangan muddatda yangilamasangiz yoki tasdiqlamasangiz, nafaqa to'lovingiz vaqtincha to'xtatilishi mumkin. Bu vaqtincha degan bo'lsa-da, bu holat oilaviy byudjetingizga jiddiy zarba berishi, sizni qiyin ahvolga solib qo'yishi mumkin. Axir, nafaqa ko'pchilik uchun yagona yoki asosiy daromad manbai hisoblanadi. Davlatning maqsadi esa nafaqa tizimini yanada adolatli, samarali va shaffof qilishdir. Yangi tizim esa barcha ma'lumotlarning bir xil bazada saqlanishini va har qanday noaniqliklarning oldini olishni ta'minlaydi. Endilikda sizning ma'lumotlaringizning dolzarbligi va to'g'riligi har qachongidan ham muhimroq. Bu nafaqat davlat uchun, balki sizning o'zingizning huquqlaringizni himoya qilish uchun ham zarur. Birinchi asosiy qism, nimani bilishingiz kerak, kim xavotir olishi kerak va kim xavotir olmasligi kerak. Keling, endi bu yangi qoida kimlarga taalluqli ekanligini, kimlar bu haqda qayg'urish kerakligini va kimlar tinchgina yuraverishi mumkinligini batafsil tushuntirib beraman. Bu juda muhim nuqta, chunki vahima ko'tarishga hojat yo'q. Lekin e'tiborsiz ham bo'lish kerak emas. Kim xavotir olish kerak va nima qilish kerak? 1. Hali ham naqd pulda nafaqa oluvchi fuqarolar. Agar siz har oy Xalq banki kassalaridan yoki pochta orqali uyga naqd pul ko'rinishida nafaqa olsangiz, demak, bu ma'lumot sizga bevosita taalluqli. Sizning ma'lumotlaringizni raqamlashtirish va yangilash talab etiladi. Sizdan nafaqa olish uchun bank kartasiga o'tishingiz so'raladi, agar hali o'tmagan bo'lsangiz. Bu nafaqaning xavfsizligi va tezkorligini ta'minlash uchun qilinmoqda. Misol uchun, 75 yoshli Gulnora aya har doim nafaqasini pochta orqali olardi.
Uning uyida internet yo'q, telefon ham oddiy tugmachali telefon. Uning uchun bu xabar dastlab tushunarsiz va tashvishli bo'ldi. U nima qilishini bilmasdi. Vaziyat shundaki, Gulnora aya pensiya jamg'armasiga borib yoki Xalq bankining pensiya jamg'armasi bilan ishlovchi bo'limiga murojaat qilishi va o'zining pasporti, nafaqa guvohnomasi bilan birga bank kartasiga o'tish uchun ariza yozish kerak. Bank xodimlari unga kartani ochishda yordam berishadi va kelgusida nafaqasi shu kartaga tushadi. Bu jarayon sodda qilib tushuntirilishi va amalga oshirilishi lozim. Agar Gulnora aya bunga e'tibor bermasa, bir kuni uning nafaqasi tushmay qolishi mumkin. Uning misolida agar u 2024 yilning iyuliga qadar bu shartli muddat aniq muddatlarni rasmiy manbalardan tekshirish zarur o'z ma'lumotlarini yangilamasa, uning 800.000 so'm nafaqasi to'xtatilib, u qiyin ahvolga tushib qolishi mumkin. 2. Ma'lumotlari eski yoki o'zgargan fuqarolar. Agar sizning pasportingiz o'zgargan bo'lsa, masalan, eski nusxadan ID kartaga o'tgan bo'lsangiz, familiyangiz o'zgargan bo'lsa, masalan, turmushga chiqqaningiz yoki ajrashganingiz sababli yashash manzilingiz o'zgargan bo'lsa yoki bank rekvizitlaringizda, masalan, bank kartangizda o'zgarishlar yuz bergan bo'lsa, siz ham darhol pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz va ma'lumotlaringizni yangilashingiz shart. Bu ayniqsa turmush o'rtog'i vafot etgani sababli boquvchisini yo'qotganlik nafaqasini oluvchilar uchun muhim. Chunki ularning ma'lumotlarida ham yangilanishlar bo'lishi mumkin. Misol uchun 68 yoshli Ahmad aka yaqinda ID kartaga o'tdi. Uning eski pasport ma'lumotlari pensiya jamg'armasi bazasida saqlanib turibdi. Agar u yangi ID kartasining ma'lumotlarini yangilamasa, tizim uni tanimasligi va nafaqa to'lovini to'xtatib qo'yishi mumkin. Bunday holatda Ahmad aka yangi ID kartasi bilan pensiya jamg'armasiga borib, ma'lumotlarni o'zgartirish kerak. Aks holda uning 1.200.000 so'mlik nafaqasi bir necha oyga kechikishi mumkin. Bu esa uning kundalik ehtiyojlarini qondirishda jiddiy muammolar tug'diradi. Bu qisqa muddatli moliyaviy barqarorlikni buzishdan tashqari sarson sargardonlikka ham olib keladi. 3. Vaqtincha chet elda bo'lgan yoki uzoq muddat ketgan nafaqaxo'rlar. Agar siz oilaviy sabablar yoki boshqa holatlar tufayli vaqtincha chet elda bo'lsangiz va nafaqangizni O'zbekistondan olayotgan bo'lsangiz, siz ham bu jarayonga e'tibor berishingiz kerak. Sizning nomingizdan ishonchnoma asosida kimdir ish tutishi mumkin bo'lsa-da, ba'zi holatlarda shaxsiy ishtirok talab qilinishi mumkin. Shuning uchun bu masalani oldindan aniqlashtirib olishingiz va pensiya jamg'armasi bilan bog'lanishingiz shart. 6 yoshli Lola opa bolalari bilan vaqtinchalik Rossiyada yashaydi va nafaqasini O'zbekistondagi kartasiga o'tkazib oladi. Uning ma'lumotlari pensiya jamg'armasi tomonidan qayta tekshirishga tushgan taqdirda, u shaxsan kelib ma'lumotlarni tasdiqlashi yoki maxsus ishonchnoma orqali vakil yuborishi talab etiladi. Agar bu amalga oshirilmasa, uning 9.000 so'm nafaqasi to'xtatilishi va uni olish uchun Rossiyadan O'zbekistonga qaytib kelishi zaruriyati tug'ilishi mumkin. Bu esa qo'shimcha xarajatlar va katta noqulayliklarga olib keladi. Kim xavotir olmasligi kerak yoki kamroq xavotir olsa ham bo'ladi. 1. Nafaqasini bank kartasiga doimiy ravishda oluvchi fuqarolar. Agar sizning nafaqangiz har oy avtomatik ravishda bank kartangizga tushsa va sizning shaxsiy ma'lumotlaringizda pasport, familiya, manzil yaqinda hech qanday o'zgarish bo'lmagan bo'lsa, sizning holatingizda xavotir kamroq bo'ladi. Sababi sizning ma'lumotlaringiz allaqachon raqamli bazada mavjud va avtomatik tarzda yangilanib boriladi. Biroq shuni unutmangki, vaqti bilan pensiya jamg'armasi tomonidan tasodifiy tekshiruvlar o'tkazilishi mumkin. Shuning uchun hujjatlaringizni doimo tartibda saqlash va rasmiy xabarlarni kuzatib borish muhimdir. Agar siz 12 yoshli Dilorom xolaning misolidagidek bo'lsangiz, uning nafaqasi har oyning 5-sanasida kartasiga tushadi va u bir necha yildan beri hech qanday shaxsiy ma'lumotlarni o'zgartirmagan. Uning uchun hozircha qo'shimcha harakat qilish shart emas. 2. So'nggi 1 yil ichida nafaqasini yaqinda rasmiylashtirgan fuqarolar. Agar siz nafaqaga yaqinda chiqqan bo'lsangiz va barcha hujjatlarni yaqinda topshirgan bo'lsangiz, sizning ma'lumotlaringiz allaqachon yangi tizimda qayd etilgan bo'lishi ehtimoli yuqori. Shunday bo'lsa-da, xotirjamlikni saqlagan holda pensiya jamg'armasiga bir marta murojaat qilib yoki yagona interaktiv davlat xizmatlari portali my.gov.uz orqali o'z ma'lumotlaringizni tekshirib qo'yishingiz zarar qilmaydi. Masalan, 6000 yoshli Sanjar aka 2023 yil dekabr oyida nafaqaga chiqqan.
U barcha hujjatlarni yangi talablar asosida topshirgan va kartasiga nafaqa tushib keladi. Uning holatida xavotirga o'rin yo'q, ammo baribir bir marotaba MyTalkGov.uz orqali ma'lumotlarning holatini tekshirib qo'yishi tavsiya etiladi. Shuni yana bir bor ta'kidlayman. Har qanday holatda ham agar sizda biror shubha tug'ilsa yoki yuqorida sanab o'tilgan toifalardan biriga kirsangiz, pensiya jamg'armasining hududiy bo'limiga murojaat qilishdan yoki ishonch telefonlariga qo'ng'iroq qilishdan tortinmang. Nafaqa masalasi jiddiy bo'lib, e'tiborsizlikka yo'l qo'ymaslik lozim. Ikkinchi asosiy qism qoidalardagi istisnolar, tuzoqlar va ko'zdan panoda qolgan jihatlar. Bu yangi tizim har qanday yangilik kabi o'zining istisnolari, ba'zi tuzoqlari va ko'pchilik e'tibor bermaydigan nozik jihatlariga ega. Bu xavfsizlik choralarini to'g'ri tushunish va ulardan foydalanish juda muhim. Istisnolar 1. Juda keksa yoshdagi fuqarolar, 90 yoshdan oshganlar va nogironligi bo'lganlar. Ayrim hollarda, ayniqsa 90 yoshdan oshgan va harakatlanish imkoniyati cheklangan keksa fuqarolar yoki birinchi guruh nogironligi bo'lgan shaxslar uchun shaxsan murojaat qilish majburiyati yumshatilishi mumkin. Ular uchun uyga borib xizmat ko'rsatish yoki ishonchli vakil orqali hujjatlarni rasmiylashtirish imkoniyatlari ko'rib chiqiladi. Ammo bu avtomatik emas. Buning uchun alohida ariza bilan murojaat qilish talab etilishi mumkin. Masalan, 92 yoshli Qosim ota to'shaqda yotib qolgan. U pensiya jamg'armasiga o'zi bora olmaydi. Uning farzandlari tuman pensiya jamg'armasiga borib holatni tushuntirishlari va Qosim otaning uyiga xizmat xodimlari chiqishini so'rashlari kerak. Aks holda uning nafaqasi ham to'xtatilishi mumkin. Garchi u jismonan ojiz bo'lsa ham. Shuning uchun bu holatlarda ham tashabbuskorlikni qo'ldan boy bermaslik muhim. Maxsus ijtimoiy himoyaga muhtoj oila a'zolari nomidan harakat qiluvchi vasiylar. Agar nafaqa bolalar yoki nogironligi bo'lgan oila a'zolari nomiga rasmiylashtirilgan bo'lsa va ularning vasiylari yoki homiylar nafaqa olayotgan bo'lsa, ular vasiylik hujjatlari asosida ma'lumotlarni yangilashlari mumkin. Bu holatda nafaqani oluvchi shaxsning o'zining shaxsiy ishtiroki emas, balki vasiyning faol ishtiroki talab etiladi. Bu yerda ham vasiylik hujjatlarining amalda ekanligi va rasmiy ro'yxatdan o'tganligi muhim shartdir. Tuzoqlar va nozik jihatlar. 1. Firibgarlar faollashuvi. Har qanday yangilik va o'zgarish firibgarlar uchun yangi imkoniyatlar eshigini ochadi. Telefon orqali yoki ijtimoiy tarmoqlar orqali nafaqangizni yangilaymiz, yangi kartaga o'tkazamiz deya sizdan bank karta raqami, PIN kodi, CVC kod kabi shaxsiy ma'lumotlarni so'rashlari mumkin. Hech qachon bu ma'lumotlarni hech kimga bermang. Pensiya jamg'armasi yoki bank xodimlari sizdan PIN kod yoki CVC kod so'ramaydi. Sizning shaxsiy ma'lumotlaringizni faqatgina rasmiy pensiya jamg'armasi filiallarida yoki Xalq bankida shaxsan sizning ishtirokingizda qabul qilishadi. Firibgarlar ko'pincha qo'rqitish yo'li bilan harakat qilishadi. Masalan, agar hozir aytmasangiz nafaqangizni bloklaymiz deb. Bunday qo'ng'iroqlarni darhol uzing va hech qanday ma'lumot bermang. O'zingizdan 500 ming so'm pul o'g'irlatib qo'ygan 7 yoshli Roza Momoning misoli bunga yaqqol dalil. U bank xodimi deya qo'ng'iroq qilgan firibgarga kartasining barcha ma'lumotlarini aytib bergan va oqibatda pensiyasidan mahrum bo'lgan 2 muddat o'tgan hujjatlar. Agar sizning pasportingiz yoki boshqa shaxsni tasdiqlovchi hujjatlaringizning muddati o'tgan bo'lsa, avvalo ularni yangilashingiz kerak bo'ladi. Muddati o'tgan hujjatlar bilan pensiya jamg'armasi sizning murojaatingizni qabul qilmasligi mumkin. Bu juda muhim narsa, ko'pchilik unga e'tibor bermaydi. Shuning uchun pensiya jamg'armasiga borishdan oldin shaxsiy hujjatlaringizning amalda ekanligini tekshiring. 30 onlayn platformalar bilan ishlashdagi qiyinchiliklar, MyTalkGov.uz portali orqali ko'pgina xizmatlarni olish mumkin bo'lsa-da, keksa yoshdagi ba'zi fuqarolar uchun bu qiyinchilik tug'dirishi mumkin. Kompyuter yoki smartfon bilan ishlashni bilmaydiganlar uchun yordam so'rash kerak bo'ladi. Yaqinlaringizdan yoki yordamchi markazlardan, davlat xizmatlari markazlari yordam so'rashdan uyalmang. Lekin shuni unutmang, birovga kompyuteringizni berayotganda ham ehtiyot bo'ling. Ayniqsa shaxsiy ma'lumotlaringizni kiritishda. Ishonchli odamlarga yordam bering. Shaxsiy kodlaringizni birovga ayta ko'rmang. Vaqtincha yo'qolgan hujjatlar, pasportingiz yo'qolgan bo'lsa, avvalo uni tiklashingiz kerak. Shundan so'nggina pensiya jamg'armasiga murojaat qilishingiz mumkin. Bu jarayon biroz vaqt talab qilishi mumkin. Shuning uchun iloji boricha tezroq harakat qiling. Har qanday kechikish nafaqa to'lovlarida uzilishlarga olib kelishi mumkin. Amaliy maslahatlar.
tomoshabin nima qilishi kerak? Endi esa hurmatli nafaqaxo'rlar eng muhim qismga o'tamiz. Siz hozirroq nima qilishingiz kerakligi haqidagi aniq va amaliy ko'rsatmalar. Bu oddiy qadamlar nafaqangizni olishda hech qanday to'siqqa duch kelmasligingizni ta'minlaydi. Urqadam ma'lumotlaringizni tekshiring. Eng avvalo o'zingizning holatingizni tahlil qiling. Agar siz hali ham naqd pulda nafaqa olsangiz yoki shaxsiy ma'lumotlaringizda pasport, familiya, manzil o'zgarishlar bo'lgan bo'lsa, demak, sizning ma'lumotlaringizni yangilash zarur. Agar kartaga nafaqa olsangiz va ma'lumotlaringiz o'zgarmagan bo'lsa, xotirjam bo'lishingiz mumkin. Ammo baribir keyingi qadamlarni o'qib chiqing. 2 qadam. Zarur hujjatlarni tayyorlang. Pensiya jamg'armasiga borishdan oldin quyidagi hujjatlarni tayyorlab oling. Shaxsingizni tasdiqlovchi hujjat. Bu sizning ID kartangiz yoki yangi namunadagi pasportingiz bo'lishi shart. Eskirgan yoki muddati o'tgan hujjatlar yaramaydi. Agar yo'qolgan bo'lsa, darhol tiklash choralarini ko'ring. Nafaqa guvohnomasi agar mavjud bo'lsa, uni ham olib boring. Bank karta rekvizitlari. Agar siz bank kartasiga o'tmoqchi bo'lsangiz yoki o'z kartangizni yangilamoqchi bo'lsangiz, bankdan ma'lumotnomani olishingiz yoki o'zingizning kartangizni olib borishingiz kerak bo'ladi. Ba'zi banklarda, ayniqsa Xalq bankida joyda yangi kartani ochib berishlari mumkin. Agar sizning nomingizdan boshqa shaxs harakat qiladigan bo'lsa, masalan, og'ir kasallik tufayli, notarius tomonidan tasdiqlangan ishonchnoma va vakilning shaxsini tasdiqlovchi hujjatlari. Ishonchnoma aynan pensiya bilan bog'liq ishlarni bajarish uchun berilgan bo'lishi kerak. 3 qadam qayerga murojaat qilish kerak? Sizning yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasining tuman shahar bo'limiga murojaat qilishingiz kerak. Bu eng ishonchli va asosiy manzildir. Shu bilan birga ko'pgina davlat xizmatlari markazlarida ham pensiya jamg'armasi bilan bog'liq ayrim xizmatlar ko'rsatilishi mumkin. Ammo murakkabroq masalalar bo'yicha baribir pensiya jamg'armasining o'ziga borish tavsiya etiladi. Esda tuting. Bu orada hech qanday vositachilarga ishonmang. Darqadam qanday harakat qilish kerak? Pensiya jamg'armasi bo'limiga borib, holatingizni tushuntiring. Masalan, men nafaqamni naqd pulda olardim. Endi kartaga o'tmoqchiman va ma'lumotlarimni yangilamoqchiman yoki mening pasportim o'zgardi. Ma'lumotlarimni yangilashim kerak. Xodimlar sizga blanka berishadi. Siz uni to'ldirasiz va hujjatlaringizni topshirasiz. Ba'zi hollarda sizdan biometrik ma'lumotlarni, masalan, barmoq izi berish ham so'ralishi mumkin. Agar sizda internetdan foydalanish imkoniyati bo'lsa va MyTalk.uz portalidan foydalanishni bilsangiz, ba'zi ma'lumotlarni masofadan turib ham tekshirishingiz yoki yangilashingiz mumkin. Biroq eng ishonchli yo'l baribir shaxsan murojaat qilishdir. Ayniqsa sizning holatingiz birinchi marta yangilanayotgan bo'lsa, 5 qadam so'nggi muddatlarni kuzatib boring. Davlatimiz tomonidan bu jarayon uchun ma'lum bir muddat belgilanadi. Masalan, 2024 yilning iyuliga qadar barcha nafaqaxo'rlar o'z ma'lumotlarini yangilashlari kerak degan shartli muddatni olaylik. Rasmiy muddatlarni mahalliy pensiya jamg'armasidan yoki rasmiy veb saytlardan aniqlashtiring. Bu muddatni o'tkazib yubormang. Muddat tugashiga yaqin qolganda katta navbatlar bo'lishi mumkin. Shuning uchun qanchalik tez harakat qilsangiz, shunchalik yaxshi bo'ladi. 6 qadam savollar bering, cho'chmang. Agar sizda biror narsa tushunarsiz bo'lsa, pensiya jamg'armasi xodimlariga savol berishdan tortinmang. Bu nima uchun kerak? Mendan yana nima talab qilinadi? Qachon tayyor bo'ladi? Kabi savollarni bering. Barcha jarayonni to'liq tushunmaguningizcha hujjatlarni imzolashga shoshilmang. Telefon orqali maslahat olish uchun pensiya jamg'armasining ishonch telefonlariga, odatda tuman pensiya jamg'armasi veb saytlarida yoki mahalliy e'lonlarda ko'rsatiladi, qo'ng'iroq qiling. Hurmatli tomoshabinlar, unutmang, bu jarayon sizning huquqlaringizni himoya qilishga, nafaqangizni uzluksiz va xavfsiz olishingizni ta'minlashga qaratilgan. Har qanday tushunmovchilikka yoki e'tiborsizlikka yo'l qo'yish nafaqa to'lovlarida uzilishlarga olib kelishi mumkin. Shuning uchun bu masalaga jiddiy yondashib tavsiyalarga amal qiling. Xulosa va yakuniy chorlov. Shunday qilib, hurmatli do'stlar, bugungi shoshilinch xabarimizda nafaqa tizimidagi muhim o'zgarishlar, ya'ni shaxsiy ma'lumotlarni yangilash zarurati va bu jarayonning har bir nafaqaxo'r uchun ahamiyatini batafsil ko'rib chiqdik. Biz kimlar xavotir olish kerakligini, kimlar uchun bu mas'uliyat kamroq ekanligini, shuningdek e'tibor berish lozim bo'lgan istisnolar va tuzoqlarni muhokama qildik. Eng muhimi, sizning nafaqangiz uzluksiz va xavfsiz tarzda
yetib borishi uchun nima qilish kerakligi haqidagi aniq amaliy qadamlarni berdim. Yodingizda tuting. Bu jarayon sizning qulayligingiz va moliyaviy xavfsizligingiz uchun qilinmoqda. E'tiborsizlikka yo'l qo'ymasdan hoziroq kerakli choralarni ko'ring. O'zingiz va yaqinlaringizning kelajagi uchun bu muhim qadamni tashlang. Umid qilamanki, bu video siz uchun nihoyatda foydali bo'ldi. Sizning fikrlaringiz va savollaringiz biz uchun juda muhim. Iltimos, ushbu video ostida o'z fikrlaringizni, tajribalaringizni yoki savollaringizni izohlarda yozib qoldiring. Bu boshqa nafaqaxo'rlar uchun ham qimmatli ma'lumot bo'lishi mumkin. Videoga like bosishni va kanalimizga obuna bo'lishni unutmang, toki kelgusi muhim xabarlarni o'tkazib yubormaysiz. Biz har doim sizning manfaatingiz uchun eng dolzarb va amaliy ma'lumotlarni taqdim etishga intilamiz. O'zingizni ehtiyot qiling va sog' bo'ling.